لا تنس عهدا بيننا عهدا وثيقا عهدا وثيقا. Tingla, Alloh senga baraka bersin. O'sha buyuk kunda sodir bo'ladigan dahshatlar va hodisalar haqida tingla. O'sha kuni bandalar o'z yaratganlari bilan ko'rishadilar. U kunda zolimlar o'z mazlumlari bilan uchrashadilar. U kunda Odam alayhissalom o'z farzandlari bilan uchrashadi. Hech kimimizni qoldirmay, barchamizni mahshargohga yig'ishadi. Va insonlar o'sha hollarida bir-birlariga qaraydilar va so'raydilar: nahotki biz qanday holatdaligimizni ko'rmayapsiz? Robbimizning oldida kim bizni shafoat qila oladi? So'ng ularga sizning otangiz odam deyiladi. Ularga otangiz odam deyiladi. Va Odam alayhissalom aytadilar: bugun mening Robbim hech qachon g'azablanmaganday g'azablangan va bundan so'ng ham hech qachon bunday g'azablanmaydi. Menga bir daraxtga teginish taqiqlangan edi, lekin men itoat qilmadim. Mening nafsim, nafsim, nafsim. Odam alayhissalom ularga: Nuhning oldiga boringlar deydi. Ibrohimning oldiga boringlar. Musoning oldiga boringlar. Isoning oldiga boringlar. Ularning barchalari aytishadi: bugun mening Robbim hech qachon g'azablanmaganday g'azablangan va bundan so'ng ham bunday g'azablanmaydi. Ular gunohlarini tilga olmaydilar, lekin barchalari bir ovozda mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Sen bular qanday odamlarligini bilasanmi? Bular qanday insonlarligini bilasanmi? Bu ulug' kunda ularning barchalari mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Ular Allohning eng yaxshi elchilari edi. O'sha kuni ularning har birlari yordamga chaqiradilar. Agar ularning hollari shunday bo'lsa, unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Unda sen va mening holatimiz qanday bo'ladi? Bizning barchamizni shu yerga yig'ishadi. Bu maqomda bizning holatimiz qanday bo'ladi? Quyosh boshimiz uzra yaqinlashgan paytda, jahannamni sudrab kelishganda holatimiz qanday bo'ladi? Uning 70 ming zanjiri bo'ladi. Va har bir zanjirini 70 ming farishta tutib turadi. Agar mahshargohda uni va odamlarni yolg'iz qoldirishganda, u shubhasiz ulardan har biriga yetib borgan bo'lar edi. U o'zidan shiddatli nafas chiqaradi. Barcha insonlar tizzalariga yiqilishadi. Har bir ummatni tiz cho'kkan holda ko'rursan. Ey odam, ey Nuh, ey Ibrohim, ey Muso, ey Iso. Har birlari mening nafsim, nafsim, nafsim deyishadi. Va Iso alayhissalom aytadilar: Muhammadning oldiga boringlar. Odam bolalarining sayyidini oldiga boringlar. Avvalgi va oxirgilarning sayyidining oldiga boringlar. Va ular Muhammadning oldiga kelishadi. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot aytadilar: albatta men shu uchundirman. U zot Allohning arshiga boradilar va sajdaga qulaydilar. Ularga: ey Muhammad, boshingni ko'tar deyiladi. Ey Muhammad, boshingni ko'tar. Shafaat qil, sening shafaating qabul qilinadi. U zot aytadilar: ey Robbim, mening ummatim, ummatim, ummatim. Bizning suyukligimiz bizlardan yuz o'girmaydi. Bizning suyukligimiz shu dahshatli holatda ham bizni tark etmaydi. Bizni yolg'iz qoldirmaydilar. U zot aytadilar: ey Robbim, mening ummatim, ummatim. Bizning suyukligimiz shafaat qiladilar. Va qudratli Alloh bizni hisob-kitobga chaqiradi. Bu kun dahshatli hisob-kitob kuni. Dar haqiqat bu dahshat kuni. Oramizdan har birimiz tafakkur qilsin. U bu kuni qay holatda keladi va uni qayerga yetaklashadi?
ko'z oldinga ushbu suratni keltir. Nido qiluvchi nido qilsa. Ey falonchining o'g'li falonchi. Falonchining o'g'li falonchi. Allohning qarshisida turishga tayyorlan. Qanday? Farishtalar saflar orasidan seni yetaklab ketishadi. Seni qayerga yetaklab ketishayotganini bilmaysan ham. Yoki jannatga, yoki do'zaxga. Va o'sha kunda jahannamni keltirsa, o'sha kunda inson eslaydir. Lekin buni eslashdan endi ne foyda? U afsuski oxirat hayotimga ham biror narsa taqdim qilsam bo'lar ekan deydi. Nahotki siz bu so'zlardan ibrat olmasangiz, yoki siz yig'lamasdan kulyapsizmi? Jabbor Alloh nido qiladi: "Ey odam! Ey odam, olovga yuboriladigan guruhni olib ket. Ey odam, olovga yuboriladigan guruhni olib ket." U so'raydi: "Ey Robbim, olovga yuboriladigan bu qanday guruh?" Va u zot aytadi: har 1000tadan 999 tasi olovga va bittasi jannatga. Shunchaki ushbu suratni ko'z oldingga keltir. Ey falonchining o'g'li falonchi deb chaqirishsa, Allohning qarshisida turishga tayyorlan. Zaboniya farishtalar saflar orasidan seni yetaklab kelishadi. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar: Alloh bandasini qiyomat kuni o'ziga yaqinlashtiradi va u bilan o'ziga parda tortadi, ya'ni satr qiladi. Keyin uni gunohlarini tan olishga majbur qiladi. Falonchi, eslaysanmi, sen falon kuni falon gunohni sodir qilgan eding? Eslaysanmi, falon kuni iymon keltirgan va tavba qilganni esa, sog'lom qalb bilan Allohni uchratganni esa, Allohning qahridan qo'rqib Allohni uchratgan inson. Banda o'zining gunohlariga iqror bo'laveradi, hatto halok bo'ldim deb gumon qilib qoladi. Va rahimlilarning eng rahimlisi bo'lgan zot aytadi: "Men sening gunohlaringni sen uchun dunyoda yashirdim va bugun men sening gunohlaringni mag'firat qilaman." Dunyoda sening gunohlaringni yashirgan edim. Bugun esa ularni mag'firat qilaman. Va uning nomai amoli unga 10 tarafdan beriladi. Va saflar orasidan kulib va xursand bo'lib yo'l oladi. Oxir oqibat esa bas u rozilik hayotidadir. Keyin yana nido qilishadi: falonchining o'g'li falonchi, itoatsiz gunohkor falonchi. Alloh uni o'ziga yaqinlashtiradi va unga o'z pardasini tortadi va aytadi: "Ey falonchi, eslaysanmi, sen falon kuni falon gunohni sodir qilgan eding?" U o'z Robbisini itoatsiz holda uchratdi. Qanchadan qancha tunni u Allohga itoatsizlikda o'tkazdi. Qanchadan qancha tunlarni gunohlarda va fahshda o'tkazdi. Qanchadan qancha kun va tun Allohga itoat qilmadi. Qancha gunohlarni oshkora sodir qildi. U aytadi: "Men senga falon yerda itoat qilmadim." Jabbor zot uni gunohlarini tan olishga majbur qiladi. Uning g'azabi chegaraga yetib bormagunicha. Jabborning g'azabi chegaraga yetib bormagunigacha. "Ey mening maloikalarim, tutinglar uni. Uni mening azobimga uloqtiringlar. Mening oldimda bir tomchi ham hayosi bo'lmagan uchun mening g'azabim chegaraga yetdi." Va uning kitobi chap qo'liga beriladi. Zaboniyalar uni temir zanjirlarga bog'lab, sudrab olib ketishadi. Yuzi bilan sudragan holda. U aytadi: "Qani edi menga kitobim berilmasa edi? Mening hisob kitobim qandayligini bilmasam edi? Qani edi bu dunyodagi o'lim oxiri bo'lsa? Mol va mulkim meni saqlab qolmadi. Mening sultonim ham halok bo'ldi. Oxir oqibatda esa tutinglar uni va kishanlanglar uni.
So'ngra jahannamga solinglar uni. Bu kun barcha odamlar jamlanadigan bir kundir. Bu kun hamma shohid bo'linadigan kundir. Bir yuzlar oqaradigan, boshqa yuzlar qorayadigan kun. Bir guruh jannatga va boshqa guruh jahannamga. Qanday ajablanarli. Agar odamlar tafakkur qilsalar edi, agar qalblarini hisob-kitob qilganlarida anglagan bo'lar edilar. Dunyoni tarozida tortib ko'rilsa, albatta dunyo ular uchun shunchaki arzimas narsa ekanligini tushunib yetar edilar. Agar sening maqsading najot topish bo'lsa, unga eltib boradigan asos kerak va to'g'ri yo'lda sobit qadam bo'lganlar tez orada o'z maqsadlariga erishadilar. Bilginki, Alloh senga rahim qilsin. Hisob-kitob kuni Alloh avvalgilarni ham va oxirgilarni ham yig'adi va insonning o'limidan so'ng uning qiyomati boshlanadi. Inson vafot etishi uning kichik qiyomati bo'ladi. Shunday ekan, qani tayyorlan. Bu kun kelishidan oldin unga tayyorlan.